Bilaman ko'pchilik bu so'zlarimni qabul qila olmaydi. Ammo tez orada qabul qilishadi inshaalloh. Erta nikoh. Erta nikoh yoshlar uchun. Qiz bolami, o'g'il bolami, hatto o'qiyotgan bo'lsa ham. Kimki sizdan imkoni bo'lsa, uylansin. Men otalarga ham, onalarga ham murojaat qilmoqchiman. Ya'ni o'g'illarini uylantirmoqchi yoki qizlarini chiqarmoqchi bo'lganlarda ertaroq harakat qilsin. Bu gap qizlarga ham taalluqli. Hozir yangi moda bo'lgan. Boshida universitetni tugatish kerak va qandaydir ishga kirib olish kerak. 2-3 yil va yana yoshlar ham o'zini to'g'rilab olish kerak. Bu gaplarning hammasi ma'nosiz bahonalar. Erta o'z vaqtida bo'lgan nikoh bu juda ham muhim. Kimning maslahati bu? Payg'ambar maslahati sallallohu alayhi va sallam. O yoshlar, kimki sizdan imkoniyati bo'lsa, uylansin. Shuning uchun ham biz yigit qizlarni ertaroq turmushini harakatini qilishimiz kerak. Va aql bilan yashash oddiy. Va albatta yigitning katta maoshli ishda ishlashi shart emas. Va shu gap qizlarga ham tegishli. Hozir go'yoki erkak ham ayol ham pul topib turgan bo'lishi zarur. Hoy insonlar, yengilroq bo'ling. Soddaroq yashang. Nima muammosi bor agar senda o'z uying bo'lmasa? Inson Allohdan qo'rqsin va vaqtida turmushini qursin. Oldinlari 23-24 yoshda turmushga chiqishardi. Hozirchi 29-30. Bu xato. Axir 30 yoshgacha yaqinlik munosabatlari bo'yicha eng yaxshi payt. Katta muammolar ichida yashaydi. Ayniqsa hozirgi davrda. Barcha sharoitlar bor, a? Mana bu telefonlar, gadjetlar va shunga o'xshash. Shuning uchun ham aytamanki, ota-onalar, chin dildan aytamanki, ko'p narsa sizga bog'liq. Ammo yoshlar, siz harakat qiling. Ota-onalarga ayting. Ya'ni sizni uylantirishga harakat qilishsin. Uylan va o'qi yoki turmushga chiq, keyin o'qi. Nima muammo? Albatta katta uying bo'lishi shart emas. Men ham uylangan paytimda bitta xonali kichkina hammomi bor uyda yashaganman. Hammasi oddiy edi. Soddalashtiring.